Mini pizzani tayyorlanish jarayonini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, idishga 300 gramm iliq suv, 1 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq droji, 1 choy qoshiq tuzni solib aralashtirib olamiz. Ustidan 450 gramm elangan unni ozgina solib, xamir holatiga kelguncha qorib olamiz va orada 3-4 qoshiq salat yog'i solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz shu holatga kelgandan keyin ustiga strich tortib, iliq xona haroratida 1 soatga qoldiramiz. Mana xamirimiz ham mana shunaqa oshib chiqdi. Endi buni zuvalachalarga bo'lib, listga orasini ochib, ozgina joy qoldirib terib chiqamiz. Zuvalachalarimizning ustini yana 10 minut dasturxon bilan o'rab, xamirimiz tinishini kutamiz. Xamirlarimiz mana shunaqa chiroyli bo'lib tinib oldi. Endi buni o'rtasini kulchaga o'xshatib ochib, 4 qoshiq mayonezga 4 qoshiq ketchup aralashtirib, o'rtasiga qoshiqda solib, ustiga bir bo'lak kolbasalarni terib chiqamiz va yana ustidan bitta bo'lak pomidorlarni terib, chetlariga tuxumni surib, ustidan mozzarella sirlarini sepib chiqamiz va qizib turgan duxovkaga 180 gradusga 20-25 minutga qo'yib pishirib olamiz. Mana shunaqa chiroyli qip-qizilgina do'mboqqina mini pizzalarimiz ham pishib chiqdi.